5 ga solamiz. 5 ga solmay o'l. Sandaqa 5 to'y qiladigan. Gadaylarning qilig'i mana shu narsa. Bo'ldi, 5 to'y deb qo'yadi, bo'ldi, hamma yo'qdi. Kelin tomon bechora ezilib oqib tamom bo'lyapti bechora. Dijiga ketayotgan narsani ko'rsangiz, qaynaga kafanlikdan boshqa hamma yo'q bor. Yig'ishtiringlar beshik to'yini. Beshik nima? Beshik bu bolaga hojatxona u. Tushunyapsizlar shuni? Aqa yozilavermasin deb belab qo'yiladi. Shu yerda xotirjam yozilib yotsin deylar. Bu bir diniy, bir ilohiylashtiradigan narsa emas bu. Taxtadan usta yasaydigan narsa bu. O'zi asli juda agar bir yo'q biz eplaymiz deyganimizda beshikda umuman kerak yo'q. Bu nomi beshik to'y qilib qo'yadi, bolani beshikka beramaydi. Maqsad kelin tomonidan narsa o'ndirish. Shu darajada ta'maga bo'lib ketdikmi? Suyunchi bermasa kelinni maralni ezadigan bo'lib qoldi o'zi aslida, "Ey bolalar, mana shu o'tirgan, agar o'g'il bolaman desangiz, agar o'shuna qilganlar bo'lsa, agar sen o'zingni o'g'il bolaman deydigan bo'lsang, sen o'shnaqa naborot borib, qo'yni yetalab olib borib 5 millionga olib, 300-400 dollarni qaynating bilan ko'rishib, qizingiz menga bola tug'ib berdi, rahmat sizga deb naborot qilish kerak o'z aslida. Bor tezda suyunchiga borib kel, o'l o'shunaqalar. Pastkashlar.